yaxshilash hamda aholi uchun qulay va xavfsiz harakatlanish sharoitlarini yaratish maqsadida avtomobil yo'lini T20+400 oraliq asfalt xarid qilish xarajatlari uchun 500 million so'm mablag' ajratish zarurligi asoslab berildi. Shuningdek, ajratilgan mablag'lardan maqsadli va samarali foydalanish, byudjet mablag'larining qonunchilikda belgilangan tartibda sarflanishi, xarid jarayonlarida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash maqsadida mazkur qaror loyihasi yil ijro elektron tizimiga muhokamaga qo'yilgan. Doimiy komissiya tomonidan taqdim etilgan hisob-kitoblar va asoslantiruvchi hujjatlar o'rganilib, ajratilishi taklif etilayotgan mablag'ning amaldagi byudjet qonunchiligi talablariga muvofiqligi hamda tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'lari hisobidan moliyalashtirilishi mumkinligi qayd etildi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, doimiy komissiya mazkur qaror loyihasini ma'qullashni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi hamda kengashdan ushbu qaror loyihasini tasdiqlashni so'raydi. Aniq eshitishga ma'lum. Hozir turgan joy yuzlab yo'l qatnayotgan vaqtda beton kanaldan ko'pligachami yo ko'plikdan o'tib anaqagacha muzgacha. Endi uni avtomobil balansida mobillar bor o'tib kelgan. Albatta yo'lning ma'lum qismi bo'lgan. 200 metrda. Qolgan qismlarga xat yorug'lik ichida asfalt sotib olamiz. Mahalat qarorlari tasdiqlangan. Rahmat, qarshilar, deputatlar, qaror qabul qilindi. Marhamat, ish ko'rishni